Men ko'p so'z yodlayman, lekin yodlagan so'zlarimni speakingda umuman ishlata olmayman. Gapirmoqchi bo'lsam, yodlagan so'zlarim hammasi esimdan chiqib ketadi. Bu gapni men o'quvchilarimdan ko'p eshitaman va nima desam, yechimi bitta oddiy usul. O'sha usulni yaxshi o'rganib olsangiz, yodlagan so'zlaringizni taq speakingda ishlatishni boshlaysiz. Umuman esingizdan chiqmaydigan qilib, biton qilib o'rganish usullari bor. Assalomu alaykum qadrli obunachilarim. Ushbu videoda men sizlarga qanaqa qilib yodlagan so'zlaringizni samarali eslab qolish, oson eslab qolish eng zo'r usullarni o'rgataman. Qarang, birinchi navbatda siz lug'atdan farqlab olishingiz kerak. Lug'at ham har xil bo'ladi. Ingliz tilida so'z yodlashim kerak ekan deb duch kelgan so'zni yodlab ketavermaymiz-da. Ko'pchilikning eng birinchi xatosi shu. Qo'liga qaysi so'z tushsa, qaysi lesser words o'shani yodlashni boshlaydi. Yo'q, birinchi siz nima maqsadda so'z yodlayapsiz, shuni ajratib olishingiz kerak. Ya'ni speaking uchun yodlayapsizmi? Nutqda faol ishlatmoqchimisiz shu so'zlarni yoki reading uchun, academic textlar uchun, writing uchun o'rganyapsizmi? Ya'ni lug'atlar bizda active and passive vocabulary bo'ladi. Active vocabulary degani bu bilgan so'zlarimizni speakingda ishlatish, nutqimizda qo'llash degani. Ko'pchilik mana shu joyda xato qiladi. So'z yodlayapman deb ko'proq passive vocabulary, ya'ni ilmiy matnlarda uchraydigan, podkast, videolarda uchraydigan, asosan writingda ishlatiladigan qiyin so'zlarni topib olib yodlashni boshlashadi. Bu xato. Siz gapirmoqchimisiz? Aynan gapirishga mos keladigan so'zlarni topib o'rganishingiz kerak. Uning uchun qarang, kitoblarni aytaman, hozir shu joyini screenshot qilib olib, o'zingizga note qilib olishingiz kerak-da. Vocabulary in use, collocations in use kabi kitoblardan lug'at o'rganishingiz kerak. O'zi bu kitoblar bekorga in use deb atalmagan, ya'ni foydalanish uchun, amalda qo'llaniladigan deb tarjima qilinadi-da. Aynan shu kitoblardan, in use deb belgilangan kitoblardan lug'at o'rgansangiz, ularni speakingda ishlashingiz oson bo'ladi. Lekin aytaylik, English through reading yoki vocabulary for IELTS yoki qanaqadir academic wordslarni yodlasangiz, tabiiyki ular sizga nutqda kerak bo'lmaydi va ularni ishlata olmaysiz. Misol uchun proliferation so'zi bor yoki comprehension, bular nutqda deyarli ishlatilmaydi. Uni o'rniga if you ask me, on top of that, by the way, mana shunaqa ibora birikmalarni o'rgansangiz, ular sizga nutqda juda ham ko'p kerak bo'ladi. Demak, birinchi qiladigan ishimiz kerakli vocabularyni tanlab oling va u darajangizga mos bo'lsin. Misol uchun, elementary darajada bo'lsangiz, elementary in use dan foydalaning. Pre-intermediate darajada bo'lsangiz, pre-intermediate leveldan foydalanishingizni tavsiya qilaman. Birinchi navbatda kitobni to'g'ri tanlab olishni unutmang. Ikkinchi eng muhim tavsiyam bu lug'at esingizda yaxshi qolishi uchun uni ko'p marotaba uchratish kerak. Tadqiqotlarga ko'ra, bitta so'zni 7 marotaba eslab qoling. 7 marotaba qayta uchratsangiz, qayerdadir eshitsangiz, ko'rsangiz, nutqda ishlatsangiz, ana shunda bu so'zlar esingizdan chiqmaydigan darajada beton bo'lib miyangizga joylashadi. Bu degani, demak, yodlagan so'zlarimizni iloji boricha ko'proq ishlatishimiz kerak. In use kitobdan bitta so'z o'rgandingizmi? Misol uchun heavy rain, kuchli yomg'ir. Sirrazu gap tuzishga harakat qiling. Yesterday there was heavy rain. During heavy rain, I like sitting at home and drinking coffee, blah blah blah. Va hokazo. Sirrazu yodlagan so'zlarga gap tuzsangiz, miyangiz activate bo'ladi va siz buni yana bitta zo'r tarafi bor-da, shunchaki lug'at yodlashdan tashqari. Gap tuzsangiz ingliz tilida, siz bu tilda fikrlashni boshlaysiz. Miyangiz o'z-o'zidan ingliz tilida ko'proq gaplar hosil qilishni boshlaydi va bu zo'r belgi degani, siz qachonki thinking in English ni boshlasangiz, marra sizniki, siz ingliz tilida anchagina yuqori darajaga chiqayotganingizni belgisi bo'ladi. So'zlarni gap tuzayotganda albatta tuzgan gaplaringizni kimgadir aytib berishga harakat qiling. Kim bilandir fikr almashishga, savol-javob qilishga harakat qiling. Bu 3-usul aytmoqchi bo'lganim. Savol-javob bu juda ham zo'r usuli. Yodlagan so'zlaringizni albatta kimdandir so'rang, sizdan savol-javob qo'yishlarini. O'zi bu oddiy, bu usul emas.
Maktabda shunaqa dars qilardik-ku, misol uchun slovar berilardi, rus tili darsidan yoki ingliz tili darsidan biz uni yodlardik va o'rtog'imizdan so'rardik, "Men savol javob qilib qo'y yodlagan so'zlarimni" deb. Yoki o'qituvchimiz обязательно keyingi darsi boshida biz yodlagan so'zlarimizni so'rab chiqardi, qanchalik o'sha so'zlarni yodlaganimizni. Mana shu savol javob jarayoni ham miyamizdagi so'zlarni eslab qolishimizga yaxshigina yordam beradi. Faqat bitta texnikasi bor. Savol javobni bir marta emas, bir necha marotaba ko'proq qilish kerak. Misol uchun, bugun so'z yodladingizmi, ertaga ustozingiz savol javob qilsin. 2 kundan keyin o'rtog'ingizdan so'rang, shu kun yodlagan so'zlarimni bitta savol javob qilib bering. Bir haftadan keyin qiling. Mana shunaqa takror qilib savol javob qilsangiz, bu lug'atlar ham sizning xotirangizda anchagina yaxshiroq qoladi. Sirrazu keyingi maslahatimga ulab ketaman. Yangi so'z yodlagandan ko'ra hadeb eski avval yodlagan lug'atlaringizni takrorlashni odat qiling va bu juda ham samarali usul. Bizning miyamiz hadeb yangi so'zlarni yodlayversak, eskisini sekin miyadan o'chirib tashlash boshlaydi. Shunaqa bo'lmasligi uchun hadeb yangi so'z o'rganish o'rniga bitta orqaga qaytib, avval yodlagan so'zlaringizni mashq qilishga, takrorlashga, yana qayta o'rganishga harakat qiling. O'zi mana amalda sinalgan narsa, deb yangi so'z o'rganganimizdan ko'ra, oldin yodlagan so'zlarimizni takrorlab tursak, o'sha so'zlarni ko'proq tushunamiz va amaliyotda yaxshiroq qo'llay olamiz. Misol uchun, bitta kitob tugatdingiz, Pre-Intermediate Vocabulary in Use kitobini tugatdingiz, sirazu bu kitobni tugagandan keyin yopib borib, keyingi kitobga sakrab ketish o'rniga shu kitob o'zini qayta o'qib chiqing. So'zlarni qaytadan yodlab chiqing. Ko'rasiz, birinchi marta yodlaganingizda taxminan 15-20% xotirangizda qoladi. Ikkinchi marta o'rganganingizda 30-40%. Yana bir marotaba o'rganib chiqsangiz, o'sha siz uni yarmidan ko'prog'ini, 60-70%ni eslab qolishni boshlaysiz va nutqingizda faol qo'llashni boshlaysiz. Eng samarali usullardan bittasi yangi so'zni qo'shish o'rniga avval yodlagan so'zlarimizni qaytadan o'rganib chiqishimiz tavsiya etiladi. Va bermoqchi bo'lgan eng so'nggi maslahatim, lekin bu ham last but not least ingliz tilida, ya'ni oxirgisi, lekin hech ham ahamiyati past bo'lmagan maslahatim bu o'zingizni ko'proq ingliz tiliga immerse qilishga harakat qiling. Immerse in English degani bu ko'proq o'zingiz ingliz tili bilan o'rab olasiz va ko'proq ingliz tilida nimadir tomosha qilishga, nimadir o'qishga harakat qilasiz. Mana telefoningizni ingliz tiliga o'tkazib qo'ying, ingliz tilida video ko'ring, reels ko'rsangiz ham ingliz tilida ko'ring. YouTube videolar tomosha qiling, qiziqqan sohangizni topib. O'qigan kitoblaringiz ham ingliz tilida bo'lsin, albatta darajasiga qarab. Ana o'shanda siz ingliz tilida immersion bo'lasiz, ya'ni ko'proq bu tilni ko'rishni, atrofingizda kuzatishni boshlaysiz. Natijada yodlagan lug'atlaringizni qayta uchratishni boshlaysiz. 7 raqam esingizdanmi? Videoni boshroqda aytgandim. Bitta so'zni 7 marta ko'rish u so'zni xotirangizdan chiqmaydigan qilib joylab qo'yishga yordam beradi. Siz ko'proq ingliz tilida video ko'rsangiz, podkast eshitsangiz, kitob o'qisangiz, yana nimadirlarni o'qisangiz, yodlagan so'zlaringiz qayta chiqib, ularni unutmaydigan darajada eslab qolishingiz mumkin bo'ladi. Qisqa va lo'nda qilib mana shu tavsiyalarimni bermoqchi edim. Agar video sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozinglar fikrlaringizni va more tips please deb yozib qoldiringlar. Agar lug'at yodlash bo'yicha yana ham ko'proq tips kerak bo'lsa, men sizlarni kommentariyallaringizdan bilaman va yana lug'at bo'yicha videolar tayyorlashga harakat qilaman. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. More tips please deb yozishni unutmanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.